Bozorda bilasizlar, arzonchi mashinani rasxoti juda ham katta deyshadi. Yili pas probegi ko'p mashinani rasxoti ham ancha-muncha bo'ladi, motori ketgan bo'ladi, hadoy-padoylarni qilish kerak bo'ladi deyshadi. Mana sizlarga olib olib haydashingiz uchun tayyor holatda, xudo xolasa hech qanaqa ishlari yo'q bo'lgan mexanika korobka Spark avtomobil sotuvdi. Mashinamiz 2011-yil tayyor metan gazlar bilan, xudo xolasa old orqalari butun. Kraskasi krilo eshigida bor ekan, yoq tomon ham krilo eshigida bor. Xudo xolasa qirilganiga sepilgan deyapti. Qolgan joylari top-toza, bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. 4 ta yaxshi balonlar taqib qo'yilgan. Xo'p, 3-chi pokoleniya metan gazlari bor. Salon holatlarini ham bitta ko'rsatib o'tdim. Salonlari ham yaxshi holatda turibdi. Kondisionerlari ham zo'r ishlab turgan ekan. Seplenalari ham yumshoq, polni hadoyli qilingan ekan. Motor soat bo'lib ishlab turibdi. Bemalol kelib ko'rib, bitta haydab ko'rib, xudo xolasa o'zingizlarni fikringizni aytasizlar. Kuzovlari ham zo'r holatda turibdi. Xudo xolasa narx $4400, pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, xudo xolasa baraka qo'shsanglar bo'ladi.